$50 to $100gacha ichida i5, i3, i5 hamma aralash bor ichida. Narxi $60 beramiz. $60 bilan notebook yo'q $60 ga. Ekran o'zi ham $45 turadi. Narxi $130 beramiz. Ideal holatda. Ideal HP 4120 rang rozvoy qiz bolalarga zo'r ayniqsa. Yengil. 14 dyuym buxgalteriyaga, talabalarga baxshi zo'r narsa. Bemalol qatnashsa ishlaydi. Narxi $100. Bitta ham chaqasi ham yo'q, singan joyi ham yo'q. Zaryad ham 5-6 soatga yetsa kerak menimcha. Narxi $65 beramiz. Bo'lib berish xizmati ham bor. Va butun o'zidan bo'lib yetkazish xizmati ham bor. Dastlabdan o'ylamay, uy bo'lsa bo'ldi, yetib boradi hammasi. Bu ham $65 holat zo'r, ideal, yaxshi, zo'r. Ishlasa bo'ladi bemalol. O'qishga ham, buxgalteriyaga ham tushiradi $65 dan. Assalomu alaykum hurmatli kanal a'zolari. Demak, arzondan boshlaymiz. Ko'pchilik bizdan so'rabdi, arzondan chiqaring deb. Mana boshlaymiz unda. $50 dan to $100gacha ichida i5, i3, i5 hamma aralash bor ichida. Masalan, mana bu Samsung ideal holat, ekran IPS, baxshi zo'r. Zaryad 5-6 soat ketadigan juda zo'r narsa. Udobnida, masalan uchun ishlatishga, o'qishga, buxgalteriyaga bitta rayonni qo'yib masalan, bitta osib bitta rayonni ketdi masalan uchun. Ekran IPS, 4 GB xotirasi bor, 1.8 SSD xotirasi bor. O'zining zavodskoy ideal IPS ekran, narxi $100. Baxshi mazza ishlatadi notebook. Kim bo'lsa ham, men o'zim ham shaxsan maslahat beraman. Chiroyli, yengil, udobniy, ko'tarishga zo'r, zaryad uzoq ketadigan IPS ekran. Ofisga, buxgalteriyaga bemalol chiqadi. Keyingisi Acer Core 3 6 paketini 8 GB RAM, 1.8 SSD. Bular hammasini o'zimga SSD qo'yapman har o'rniga, chunki SSD tez ishlaydi. Hozir vaqtda xotirani kattaligi qiziq emas, tez ishlash qiziq hamma uchun. Shuning uchun SSD qo'yganman. Cho'k ishlaydi. Holat zo'r, 5 voqdan 5 voq, ideal holatda i3 6-avlod 8 GB RAM, 1.8 SSD qo'yganman ichiga o'zim. Narxi $130 beramiz. Ideal holatda. Keyingisi bu HP Pavilion i5 7-avlod ideal holatda. Astag'firullah, ideal holat debman. O'rganib qolibdi ideal deyishga. Bu holat uncha yaxshi emas, lekin narxi ham juda shunga arzon. Mana bir joyi sal singan, lekin ishlayveradi. Ishlash ta'sir qilmaydi. Ishlayveradi. Bu narxi $60 beramiz. $60 bilan notebook yo'q $60 ga. Ekran o'zi ham $45 turadi. HP Pavilion i5 7-avlod ham video kartali, qarang. Ham video kartali 8 ga 5 SSD bo'lsa kerak. Ishlash yomon emas, lekin narxi ham juda arzon, $60 Pavilion. Shunaqa bormi $60 ga? Keyingimiz. Bu Acer Celeron 4 GB xotirasi bor, 5.2 SSD xotirasi ham bor, 5.2 HD xotirasi bor. Kichkina, udobniy, yangi holat turibdi. Juda zo'r, ishlashga mazza qo'shadi. Bitta ham chaqasi ham yo'q, singan joyi ham yo'q. Zaryad ham 5-6 soatga yetsa kerak menimcha. Narxi $65 beramiz. Keyingi bu Acer bu ham Celeron 3060 ideal holatda. Bunda ham chaqasi yo'q. 4 GB RAM, 5.2 SSD xotirasi, 5.2 HD xotirasi bor. Ideal holatda. Bu ham narxi $65. Samsung xuddi shu gap. Bu ham $65 holat zo'r, ideal, yaxshi, zo'r. Ishlasa bo'ladi bemalol. O'qishga ham, buxgalteriyaga ham tushiradi $65 dan. Keyingisi HP. Bu ham shunaqa, ideal holat zo'r, baxshi dahshat, 8 GB RAM, 5.2 SSD ham bor, 1.8 SSD ham bor. O'qishga ham, buxgalteriyaga ham tushiradi. Narxi narxi $120 beramiz buni. $120 ga. Zo'r narxi $120 ga. Keyingisi Acer, bu ham zo'r dahshat. Celeron 3060 qancha edi? 1 TB xotirasi ham bor, 1.8 SSD ham bor, kamiga 4 GB RAM ham bor, ekrani ham bor. Bu ham narxi $100 beramiz, lekin zo'r, yangi avlod, yangi avlod ishlaydi, SSD qo'yganman ichiga. Ana mana bu kichkintoy hal 100% ishlamoq turibdi, toza turibdi. Yangi holatda hali bu. Ideal HP 4120 rang rozvoy qiz bolalarga zo'r ayniqsa. Yengil. 14 dyuym buxgalteriyaga, talabalarga baxshi zo'r narsa. Bemalol qatnashsa ishlaydi. Narxi $100. Mana senga deganda. Keyingisi i3 10-avlod ideal holatda, 10-avlod 8 GB xotirasi bor, 1 TB HD xotirasi bor, 2 GB SSD ham bor. Lenovo i3 10 narxi $150. Xohlagancha sochib ko'ring. Agar real kelsangiz, xohlagan sochib narxi arzon chiqadi. Agar kimdir aldamasa, masalan, narxlar toza, juda arzon narxlarda. Boshqa joyga aylanib ko'ring, xohlagan joyingizda narx chiqmaydi. Keyingisi HP Celeron 3060 4 GB RAM, 5.2 SSD xotirasi bor. Bu ham narxi $65. Bunda ham hali taxligi ham yo'q. Changlarini toza qo'ysak, chiroyli ko'rinadi. Bu ham shunaqa ideal holatda Acer Celeron 4 ga 500 HD xotirasi bor.
Zaryad yaxshi hammasiga. Buni narxi ham $15. Agar xullas kimga qiziq bo'lsa, bizda kanalimiz bor. Telegram kanalimizga yozinglar. Telegram kanal orqali hammasi rasmlari alohida bor. Pastga linkini qo'yib qo'yaman Telegram kanalimda. Va telefondan orqali telefon qilsangiz bo'laveradi bemalol. Bizda eng qizig'i bizda uzun nasiya yoki shu bo'lib berish xizmati ham bor. Va butun o'zidan bo'lib yetkazib berish xizmati ham bor. Dastlabdan o'ylamay, uy bo'lsa bo'ldi, yetib boradi hammasi. Narxlar juda zo'r. Hozirgi narxlar masalan juda arzon aytilyapti narxlar. Kimdir qimmat desa yoki bunaqa desa ham kelib solishtirib ko'rish kerak odam, masalan uchun. Oddiy bitta ekranni o'zi 45 $50 turadi, lekin berim senot o'zi $15 beryapti. Ko'rib ko'rsangiz. Xullas, kimga qiziq bo'lsa kelinglar. Xudo xohlasa yaxshi narx qilib beramiz. Bundan yaxshilar beramiz inshaalloh hammaga. Sog' bo'linglar, keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Paq. Bo'ldi.